Assalomu alaykum Penablok Xorazm kanalining obunachilari. Bugun 18 mart 2025-yil. Sizlarga bugun gipsa bloklarimizni narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ham sizlarga bir video qo'yib beraman, shuni ko'rib olasizlar. Bu video Vodi Bozor kanalidan chiqqan ve şu Vodi Bozor'un kanalını admininden uzun so'rab qolaman bu videoni qo'yganim uchun. Çünkü başka bir kanalın videosunu alıp koysanız zalıba gelişi mümkün. Eğer şu kanalın admini taşasa, admininden uzun so'rab qolamiz. Şu obunachilar, ko'p obunachilar kutadi shunday videonda. Shuni hozir sizlarga qo'yib ko'rsataman. Bu videoni qo'ymasdan elde sizlarga bir qator bloklarni bir ko'rsatib o'taman. Allah tokumuz. Bir de 16 ming so'mlik blokumuz bu. İBAN'da yine latoklarımız çıkıp tuttu. Bir anda 14 ming so'mlik bloklarımız rengine karangine oppapak oldu, kurudu blokda kalasa. Pesler ham kuruyatır, bir doldu. Şimdi bir yandan basık yatımız yani 16'lıkı. Sipertleri acayip. Yine bellardan akşam alıp yükle verdik. Xudo xolasa bir güne yine birden gitadi. Takır oladı bir. Yabanda bu arada belları gördük akşam. Videosunu gördünüz. Bu ben koyup verecek videoda ne olar gösterkenler. İşi gaza blok, güzel gipsa blok, keyin pişken kerviç, xom kerviç, iş şilaka blok. Birisinden ondan çesom yetadi salsanız joy. Fundamentalli og'irlik tushadi, ustoqisi hammasini tushuntirib aytgan. Masalan 100 metrlik joyi, oddiy 100 metrlik joyi aytganlar. Shunchalik gaza blok ketadi va chesom bo'ladi ustoqisi o'zi. Общий 100 metr. Va gipsa bloki aytganlar. Chesom bo'ladonni, chesom pul yetadan va fundamentine chelli og'irlik tushadi. Ular ham hammasini ko'rsatgan. Xom kerviç ham shunning baholarini ko'rsatib, aytib, pishgan kerviç ham shunchaki. Zo'r video chiqarganda shu odam. Men ham shunday video chiqaraman deb yuradim. To'g'risi endi men Xorazmcha gaplasam, boshqa viloyatdagilar uncha tushunmaydi. Shuning uchun shu odamning videosini qo'ysam, tushunadi-da boshqa viloyatdagilar. Uje ko'p odam ko'rgan bu videoni. 600 ming odam ko'rgan. Sizlar ham ko'rgan bo'lishingiz kerak bu videoni. Endi ko'rmaylar, bir ko'rib baholarni solishtirib ko'radi-da, ham qarang. Vodi tarafda bir dona gipsa blok 10 ming so'm ekan. 10 ming so'm, gaza blok 17 ming so'm, xom kerviç so'm dedi. Xullas videoni ko'rasizlar. Shuna solishtirib bizleri bahani salıştırıp ana hisobini etaverasizlar. Qasından so'm chiqadonni. Mesela videoni ko'raverasizlar, hozir qo'yib beraman. Hem Vodi Bozor admininden uzun so'rab qolaman. Agarda shu videoni men olganimni ko'rib qolsangiz, iltimos sizdan jaliba tashlamak. Men shu kasbim shu gipsa blok chiqaraman. O'shaning uchun kanalimga qo'yapman va uzr so'rab qolamiz. Sog'lik, salomat bo'ling, videoni ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana 2025-yil Ramazon oyida turibmiz. Hamma menimcha uy qurmoqchi bo'lib, qaysi blokdan nimadan uy qursam bo'ladi, qaysi biri arzon tushadi, sifatli bo'ladi degan savollarni beryapti. Va hamma mana shu narsalarda mahsulotlarda ishlab chiqaruvchilar o'zlarini mahsulotini maqtaydi. Bugungi videomizda sizlarga xolisona, hech qaysini maqtamagan holatda sizlarga xolisona qozonda borini cho'mishga olib chiqib beramiz. Azizlar, video boshlashdan oldin klassik machasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa videolardan ko'p ko'rishni xohlasanglar, klass bosib qo'yinglar. Sizlardan pul olmaydi klass bossanglar. Bizga pul kelmaydi. Faqat videolarimiz shunaqa video istagan odamlarga yetib boradi, xolos. Va kanalimizda mehmon bo'lsanglar, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasini bossanglar, bizga obuna bo'lasizlar va biz har kuni yuklab borayotgan mana shunaqa videolarimizni birinchilardan tomosha qilishingiz mumkin. Azizlar, bizni videomizda bugun gazablok, bu mahalliy gazablok. Bu esa penablok. Ko'pchilik buni gipsa blok ham deydi. Xullas, mayli bu videomizda gipsa blok deb qolaylik, ko'pchilik tushunishi uchun. Bu gipsdan qilingan gipsa blok.
Bu esa o'zinglar bilgan o'sha legendarniy pishgan g'ish, hamma yaxshi ko'radigan bu xom g'ish. Azizlar, xom g'ishda ozgina qiyinchilikka e'tibor bermaysizlar. Xom g'ish juda noyob bo'lib ketibdi, topish qiyin bo'ldi. Mana shuni topoldik xolos. Bu qo'lda quyilgan ekan, ya'ni bu qolipdan chiqqani, apparatda quyilgani emas. Bu esa shlaka blok. Faqat hammasini foydali tomoni bo'lsa, foydali tomonini, minus tomoni bo'lsa, minus tomonini aytib o'tamiz va 4 xona, o'rtacha 4 xona, 5 xona uyga qancha mahsulot ketadi? Shularni ham hisob-kitob qilib beramiz. Birinchi bo'lib, azizlar, narxlarni aytib o'taylik. Bu ko'rib turgan gazoblogilar razmeri 60 ga 30, 20. Bu gipsoblogda ham razmeri xuddi shunaqa 60 ga 30, 20. Buni 17 ming so'm sotishyapti. Bir donasi 17 ming so'm. Bu 10 ming so'm. Bu bir donasi 6 ming so'm. Bu surishtirdik 500 so'm ekan. 6 ming so'm deb qo'ymadim mana uni. Mana qaraylik, 10 ming so'm. Bir donasi 10 ming so'm. Bu esa bir donasi 1000 so'm. Endi birar oy, 2 oylardan keyin narxi 800 so'mga tushishi mumkin. Boring, dastlabkilar bilan baribir 1000 so'mga tushadi. Hozir buni 1000 so'm deb olamiz. Bu bir donasi 500 so'm. Topish juda qiyin bo'ldi lekin. Bu esa 2700 so'm, bor 3000 so'm atrofida bir donasi. Shalaka blogdik. Qadrdonlar, qaranglar. Gazoblogimiz o'rtacha 100 metrli fundament uchun sizlarga hisob-kitob qilib beramiz. Ya'ni 100 metr fundament hisob-kitobiga bo'lamiz 0,60 ga. Bir qatoriga 100 metrda bir qatoriga 166 dona gazoblok ketadi. Buni ko'paytiramiz, balandligi 3 metr hisoblaymiz. Endi standart uyda 3 metr bo'lgani uchun 15 ga, chunki 20 bo'lsa 15 bo'ladi. 2490 ta, 2,5 mingta olaylik. Demak, 100 metrli fundamentimizni bo'yi 3 metrli balandlikda bo'lsa, 2,5 ming dona gazoblok ketadi. Buni ko'paytiramiz 17 ming so'mga. 42 million 500 ming so'm. Ya'ni 100 metrli fundamentni qilish uchun 42 million so'm gazoblokka pul sarflashinglar kerak bo'ladi. Bunga endi usta haqqini hisoblaymiz. 5 ming so'mdan urib berar ekan, ko'paytiramiz 2,5 ming dona. 12,5 million so'm usta haqqi ketadi. Yana plus 2,5 million so'm kafenikilarga ketadi. 15 million plus 42,5 million so'm. Demak, gazoblok, usta haqqi, kafenikilar va gazoblok umuman hammasi 57 million 500 ming so'mga 100 metrli fundamentimizga tepagacha ko'taryapti, tomgacha ko'tarilyapti. 57 million so'm. Screenshot qilib qo'yamiz. Endi gipsoblokka to'xtaladigan bo'lsak, bu ham 100 metrli fundamentga 166 dona ketadi. Ko'paytiramiz 15 ga, bu ham 2490, ya'ni 2,5 ming dona ketadi. 2,5 ming donani ko'paytiramiz 10 ming so'mga. 25 million so'm. Buni ham 5 mingdan urib berishadi. 5 mingdan buni urib bersa, ko'paytiramiz 2,5 mingga. 12 million 500 ming so'm. Qo'shamiz 25 million so'm. 37 million. Bunga ham plus 2,5 million so'm atrofida kafenikilar ketadi. 40 million. 57 million 500 ming so'm bu edi. Bu 40 million so'mga tushar ekan. 100 metrli fundamentimizga, ya'ni tepaga ko'tarib 3 metr balandlikka ko'tarilish uchun bunga ham 40 million so'mlik pul ketar ekan. Endi mayda-chuyda ustani qorni, mayda-chuyda rasxodlarni hisobga olmadik va 1-2 million so'm yo'q bo'lishi mumkin. Bu sizni manzilingizga qarab, kimdir bu yerda 8 ming so'mdan sotyapti buni, bizda endi 10 ming so'm ekan, shunga hisobladik. 40 million so'm bu. Endi hisoblaymiz. Bitta shu 60-30-20 blokda o'rnini
18 dona g'ishagarlaydigan, oralariga rastor hisoblangan rastorlarni hisobga olsak, hozir mana tepadan qarang endi, birozgina kichikroq turibdi. Birozgina kichikroq. Shu endi rastorlar bilan to'lib, mana shu holatga kelar ekan. Ya'ni 18 dona. Buni arxitektordan hisoblatdik. 18 dona, ya'ni 2,5 ming dona ketardi-yu 100 metrga 2,5 ming dona bu blokdan. Endi shuni 2,5 ming donani ko'paytiramiz 18 ga. 45 ming dona mahsul, ya'ni pishgan g'ish ketar ekan 100 metrlik fundamentga 45 ming dona. Endi buni ko'paytiramiz 1000 so'mdan 45 million bo'ldi. Bu ko'paytirish shart emas. 45 million so'm. Endi buni ustalar kami 400 so'm yoki 500 so'm teng yarimiga urib beradi. 500 so'm hisoblasak, ko'paytiramiz 45 ming dona. 22 million usta haqini o'zi bo'lyapti. Bunga endi rastvor, sement bu narsalarga o'rtacha yana bir 5 million 6 million so'm hisoblaysiz. Plus 6 million 28 million. Endi plus 45 million so'm. 73 millionga usta haqi material ichida tushar ekan. Bundan ham ko'proq bo'ladi, chunki bu g'ishlar maydaroq bo'lgani uchun ko'p vaqt ketadi. Ustaning qorni yana mayda-chuyda rasxodlar bilan boring 80 million so'mlarga ham borishi mumkin. Hozir bizda 73,5 million so'm chiqdi azizlar. 73,5 million so'm bu. Screenshot qilamiz buni ham. Endi xom g'ish akalar. Xom g'ish ham xuddi shunaqa razmeri 1 xil. Endi bu kichikroq ko'ringan bo'lishi mumkin, chunki bu qolipda chiqqan. Endi standart bo'yicha xom g'ish bilan pishgan g'ishda razmeri 1 xil bo'ladi. 45 ming dona ko'paytiramiz 500 so'mdan 22,5 million so'm. Endi buni 300 so'mdan urib beradi o'rtacha. 300 so'm yoki 300 so'mdan urganda ham ko'paytiramiz 45 ming donani 13,5 million so'm plus 22,5 million so'm va bunga loy boring plus 2 million so'm hisoblasak 38 million so'mga tushyapti xom g'ish. 38 million so'm. Endi shalaka blokka keladigan bo'lsak, azizlar, buni hisob-kitob qilmayman, chunki hech qachon adashib shalaka blokdan uy qurmanglar. Umuman bo'lmaydi. Akalar, bu shalaka blok chiqaradigan tanishlarim bor. Umuman buni yomonlashmas maqsad, faqat shalaka blok uy qurishga umuman to'g'ri kelmaydi. Shalaka blok faqatgina devor, oshxona yoki bo'lmasam bir molxonangizni atrofini o'ragani xolos. Faqat zaboriga shalaka blokdan uy qurib o'tirmanglar. Minus tomonlari akalar, bu juda ham sovuq bo'ladi qishda. Yozda juda ham issiq bo'ladi va bu endi yirik sheben toshda preslangan bo'lgan hisobiga yeri qimillaganda, xullas akalar, buni uy qurish uchun emas, faqat videomizda turish uchun olib keldik. Kimlardir bundan uy quryapti. Meni ko'rayotgan obunachilarimni iltimos qilaman, umuman uy qurmanglar bundan. Faqat devor uchun. Yomonlamoqchi emasman, faqat bu uy qurish uchun emas. Endi akalar, bularda plus va minus tomonlariga kelamiz. Qaranglar, buni hozir taroziga tortamiz. Tarozini bekarga olib kelmadik, chunki uy qurayotganda qaranglar, mana men misol mana shu sohada, umuman qullik sohasiga blogerlik bo'lib kirganimga 5 yil bo'ldi. Men sohada yuribman, uy qurayotgan akalarimizdan, opalarimizdan iltimos qilaman, uy qurayotganda uzunasiga cho'zib uy emas, proyekt asosida quringlar. $100, $150 bersanglar, chiroyli qilib proyektsiz berishadi. Arzonida, bo'lmasa 1-2 ming dollarlik proyektchilar ham bor. Arzoni $100-150 ga siz beradi. Chiroyli qilib uyda isitish tomonini ham hisobga olinglar. Mana uy qurayotganda faqat uyni qurdim emas. Chunki uy qurganingizdan keyin isitishga ham ko'p pul sarflaydi. Har yil necha tonna ko'mirga pul sarflaydi. Shuning uchun bitta eshikdan kiradigan qilib umuman isitish tomonini ham hisobga olinglar, chunki isitish juda ham ko'p rol o'ynaydi. Taroziga qo'yamiz. Taroz yoqqiqmi hozir? Ha, yoqqiq ekan. Bismillah. Yaxshi ko'rmagan bo'lishi mumkin. Hozir bu 22,5 kilo bo'lyapti. Bu haligi kameradacha lipilab qolyapti. Voy, 22,5 kilo. Bu endi yangi quyilgan ekan, shuning uchun juda yumshoq ekan akalar. Qatsa qattiq bo'lib ketadi. 15 kilo. 15 kilo chiqyapti bu.
pishkang'ish 3 kilo. Bo'ldi, pishkang'ish 3 kiloda, 3 kilo 3,5 kilo. Endi hisob kitoblarga kelamiz. Xo'sh, 100 metrli fundamentimizga, ya'ni tushadigan og'irlikni hisob kitob qilamiz. Tak. 100 umuman 2,5 ming dona ketadiganmidi? 2,5 ming dona ko'paytiramiz. 22,5 kilodan. Echkilar marayapti. Endi jaydarcha bo'lsin. Rossiyadagilar menimcha echkini ham marasini sog'inganlar bor, lag bosib olinglar shunaqa joyga. 56 tonna fundamentga og'irlik tushadi. Bu blokda. Plus shifer bor va lomboz bor. Hozir oddiy buni o'zi 56 tonna chiqadi. Bu 15 kilo chiqdi. 15 kilo ko'paytiramiz. Bu ham 2,5 ming dona. 37 tonna og'irlik bo'lar ekan 100 metrli fundamentimizga. Bu 56 tonna. Endi 45 ming dona ketadigan dedik. Ko'paytiramiz. Necha 3 kiloyu 300 chiqdimi? 148 tonna. E'tibor berdilarmi, qanchalik farqi bor? 148 tonna. Endi xomg'ish. Xomg'ishda ham kilosi bir xil. Bu ham 3 ko'paytiramiz. 45 ming. Bu ham 148 tonna. Shiraka blok bundan yuqori bo'lmaydi. Azizlar, men bu video davomida hech qanaqangi blokni yomonlash yoki yaxshilash maqsadim yo'q. Faqatgina meni obunachilarim xolisona eksperiment va farqlarni ko'rishsin degan maqsadda ushbu videolarni tayyorlayapmiz. Azizlar, klassni o'tmagan bo'lsangiz bosib qo'yinglar va kommentariyada sizlarning fikringiz juda ham muhim va videoni ko'rib turganlar обязательно kommentariyaga tushib fikrlarni o'qinglar. Siz qaysi blokdan uy qurgan bo'lardinglar? Qaysi blokdan uy qurish yoki bo'lmasa qaysi mahsulotdan uy qurish yaxshi tushadi? Endi oxirgi etapimiz. Hammasidan devorni ko'tardingiz. Endi undan keyin bo'ladi rasxodlar. Rasxod uyda ko'tarib, sheparni yopgandan keyin, tungani yopgandan keyin boshlanadi. Buni qulayligi, agar usta tekis uradigan bo'lsa, suvog'iz juda ham arzonga tushadi, tez bitadi. Bunda ham xuddi shunaqa. Endi bu g'ishtlarda uyda qurgandan keyin suvoqqa ko'p pul ketib qoladi. Shuni hisobiga bular anchagina arzon tushadi deyshadi. Shuni hisobi bor. Endi gazoblokni plus tomoni issiq, ya'ni bu o'zidan sovuq chiqarmagan hisobiga issiq ham chiqarmaydi, lekin iqtisodiy yaxshi ushlaydi degani uchun mana shu mahsulotdan foydalanishyapti. Va xudo xohlasa, keyingi videoroligimizda gazobloklar haqida videorolik qilmoqchimiz azizlar. Chunki gazoblok turlari ko'p. Misol uchun, oq rangni ko'rsanglar, bilasizlar, sizlar gipsoblok deb o'ylaysiz, to'g'ri? Mana yaqinroq kelib ko'rsating. Bu hozir yumshoq. Chunki yangi sveji qo'yilibdi, qurganini topolmadik. Xuddi shunaqa rangli gazoblok ham bor. U avtoklavni gazoblok. Dunyo standartlariga javob beradigan avtoklavni gazoblok bo'ladi. Bu mahalliy gazoblok. Farqlari bor. Keyingi videoroligimizda ikkalasini farqi bermoqchimiz. Ya'ni gazobloklar deganda necha xil turi bor, narxlar necha pul bo'ladi, qaysi biri sifatli. Shu haqida videorolik qilmoqchimiz. Buning uchun kommentariyada yozib qoldiringlar. Muhammad Sodiq videoda kutamiz deb. Chunki qiziqishlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, biz ham vaqt ajratib, u mahsulotlarni olib kelib, eksperimentlardan o'tkazib beramiz. Ya'ni samarasi ushlash qanaqa, suvga solib qo'ysa qanchalik o'ziga suv yig'adi, shular haqida xolisona, hech kimga reklama qilmasdan xolisona videolarni tayyorlaymiz. Va yaqinroq ko'rsating. Meni obunachilarim bilaman, optim arzon joylarini istashadi. Sizlar uchun kanal ochib qo'yganmiz. Telegramga kirasizlar mana. Telegramga kirib, poistga kirasizlar. Vodiy Abzor 1. Vodiy Abzor 1 deb yozsanglar, bizni 4800 obunachi bor kanalimiz bor. Bu yerda qurilish uchun kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarni mana pishkang'ichni zavodi, lokatsiyasi va nomeri bilan. Bu yerda gipsokartonning o'rniga yangi mahsulotning lokatsiyasi va telefon raqami. Bu yerda bu mahsulot. Bu yerda yana bunaqa mahsulot.
travertin va remont uchun ishlatiladigan shlaka blok, xom g'isht va yana shunaqa mahsulotlar, kachelalar, xullas hammasini lokatsiyasi va optim joyini telefon raqamlari bilan qoldiryapmiz. Bu yerga ham yozib qo'yaman, Vodiy Obzor 1 kanalga kirib, obuna bo'lib qo'yinglar. Har doim sizlarga optim joydan mahsulot istaysizlar, to'g'rimi? Optim joyini bilasizlar. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Telegram kanalimizga ham, o'zimizning kanalimizga ham. Qadrdonlar, videomiz cho'zilib ketdi. Vaqtinglarni olgan bo'lsam uzr. Sizlarga maqsadimiz faqat xolisona ma'lumot berish bo'lgan edi. Bizning kanalimizdan yiroqlashmanglar. Keyingi video gazobloklarning farqini ko'rsatib beramiz. Shuning uchun qiziqmi, qiziq emas, buni ham yozib qoldiringlar. Görüşünce.